Hey yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan bu Car Parking. Obunachilar, bugungi video usta hayot emas, boshqacharoq. Bilasizlar, o'tgan videoda men Merc oldim, pul kerak edi, uni sotdim, ustaxonani ham sotdim. Endi men hozir bitta joyga ketyapman. Uyimni ham sotdim. Endi hozir bitta joyga ketyapman. Uni o'rniga Jiguli bosib oldim. Yomon uribdi lekin mora. Hozir men borganimda ko'rasizlar u joyi. Mana obunachilar yaqinlashib qoldik. Keyin obunachilar anchadan beri video chiqmayapti. Endi bu xatolik bo'lmaydi. Sabab bor edi, shuning uchun tanaffus qildim. Bo'ldi, endi har doim kuniga video qo'yishga harakat qilaman, sizlar aktiv bo'lsanglar. Mana bu mana shu joyni sotib oldim. Ustaxonani sotib, davlik bizbarni sotib, uni Jiguli olib borib, mana shu joyga oldim. Bo'ldi. Unga ancha rasxod ketdi keyin. Ishchilar oldim. Qancha ishchilar bor? Bitta, ikkita, uchta. Qatanglar. 4ta, 5ta, 6, 7, 8, 9ta ishchi. 9ta ishchi oldim. Bundan daromad yaxshi bo'lyapti. Keyin bu yerda qorovullar ham bor. Men bitta mashina savdosini qilsa ham bo'ladi. Mana men bitta ham qorovul bor. Orqadan zakaz qilsa ham bo'ladi. Anta politsiyskiy mashinasi turadi. Sizlarga orqani ham ko'rsataman. Mana orqa, bu yerda elektrli bor, bu yerda ham qorovul bor. Mana men bittadan zakaz berasizlar. Shunaqa. Endi bu biznes ham buni reklama qilish kerak. Ancha-muncha ishi bor hali bu. Shuning uchun men yozuvlarni yozdirdim. Bu nomi desert. Bilmayman nimaga, просто miyaga kelib qoldi, shuni qo'yib yubordim. Endi ketdik. Keyin bu yerda uy olishim kerak men. Mamutga lishashga qo'yilgan. Hop, kartadan qaraychi. Bu yerda qayerdan uy olsam bo'ladi? Uzoq bo'lmasligi kerak. Yuraycha aylanib uy tanlayman. Keyin bu Jiguli ancha tez ko'rasizlar, bu uchyapti-yu. Yoki mehmonxonada yashayapmikan? Mehmonxona bo'lmaydi. City birga ham borishim mumkin. City 2 ham. Yangi mashina ham olishim kerak. Ko'rasizlarmi yurishini? Stage qilingan deb qatga ketdim hozir. Qaytdimi? Men просто endi bu yerga birinchi marta kelishim, shuning uchun 2 marta keldim. Undan oldin o'sha narsalarni qilishga keldim. Keyin endi keldim.
Keyin obunachi zerikmaysizlar. Maktab qalay bo'pti? Yaxshimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'tlar vashshi kichkina ekan, bor gaz bosishga ham qo'rqyapti. Mamtlarda ham uyli bor ekan. Imamiz qanaqa joy? Endi men bu keyin kelganimni bilmayman. Aylam ko'rish kerak. Zo'r ekan. Keyin obunachilik 700 ta bo'ldi biza. 700 ta bo'lganimiz uchun rahmat hammaga. Yana qanaqa videolar qiziq o'shani ham kommentariyada yozib qoldiringlar, obuna bo'linglar. Keyingi maqsad 8 ta, keyin 900, keyin 1000 ta bo'lamiz. 1000 ta bo'lsak adminni akkaunt olaman-da. O'sha akkauntdan podarka qilaman mashinalar. Akkaunt podarka qilaman. Voy, bitta shotga shuncha chiqdimi? Zo'r joy. Men qattiq turaman. Voy, voy. Voy, chiroyli joy ekan, lekin bor. Obunachilar sizlarga bu joy yoqdimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi masjidda qolaman, endi masjidda kimlarni so'rab uxlab turaman. Videoda bo'ldi obunachilar, tamaga xayrli tong turdim. Men birinchi so'radim, xo'p deyishdi. Uxladim, turdim. Endi uy qidirish kerak, quyosh qariylar chiqsin. Quyosh qani o'zi. Mayli chiqibdi. Keyin shu videoda ovozda shivirlash bor-ku. O'shani hech yo'qota olmadim bor-ku. Nimadanligini topa olmayapman-da. Hamma narsa qilib ko'rdim, lekin bor-ku. Endi sekin uy qidirishni boshlaymiz. Keyin kafega kelishinglar mumkin. O'zim addushi kutib olaman obunachilarga. 50% ketgan qilib beraman. Keyin sizlarga bitta gapim bor. Telegram kanaliga ham o'tib olamiz. Telegram kanalida ham yangiliklar qilib turaman. O'z Telegram kanalida hamma narsani bilib olsanglar bo'ladi. Kafedan xursandman bor. Kafening admini ham bor. Shu pullarni yig'ib turadi, keyin menga hisobot topshirib pullarni beradi. Nima kerak bo'lsa o'zi zakaz qilib, voy. Nima kerak bo'lsa o'zi zakaz qiladi. Hamma narsani shu admin qiladi. Nomerlarga chiroyli. Lekin botlar menga yoqdi. Ko'rish pastligi va chiroyli joylar. Jiguli ham yaxshi riskga chiqdi. Keyin pul borda oldim. Stech qilingan ekanda yomon tez ekan lekin. Mana ustaxona bor ekan. Mo'yka qayerda ekan endi o'tdi. Mana shuncha uy bor ekan.
bir kafega yaqinroq. Ana chap tarafda kafe, mana bu yerda market bor ekan. Men u yerga gaplashib ko'rishim kerak. Hozir kirib gaplashib chiqaychi. Zo'r ekan lekin ikki tash. Bo'ldi, gaplashib videoni yoqaman. Bo'ldi, obunachilar, gaplashib chiqdim. Bu uy sotadigan bo'ldi. Endi sotdi. Kelishamiz dedim, hech bilmagan. Hali yozib olaman dedim. Mayli dedim, men ungacha admindan ham pul olib qo'ydim. Pulni oldim, endi vahshiy cho'tki daromad kelar ekan. Bilganimda vaqtliroq boshlardim. Mana bu yerda ham shunaqa uylar bor ekan. Endi hozir men mo'ykaga ketaman. Mo'yka qilish kerak mashinani. Qattiq mo'yka bor ekan. Orqada ekan. Ko'rasizlarmi? Tezligini bor. Keyin sizlarda ideya bo'lsa, obunachilar bilan qanaqa video olishimni yozib qoldiringlar. Obunachilar bilan video olamiz. Juda odam kammi? Vahshiy mashinalar ham ko'rinmayapti. Ertalab bo'lgan ekanmi yoki? Hop, mana. Mashinasi zo'rda o'zi yuvib beradi. Bo'ldi. Top-toza mashina. Yaltilab turadi. Ana. Keyin mana bitta funksiya bor menda, dron. Vahshiy cho'tki. Unda qo'lasizda. Doziga yurib edit videosi bo'ladi. Turishini qaranglar mashinani. Endi obunachilar, hop. Uyga gaplashdim, hamma narsa tayyor. Nima qilsam bo'ladi? Hop, aylanay desam, mayli, keyingi videoda aylanamiz. Как раз benzinim kam qolgan ekan. Hop, yozib qoldiringlar kommentariyaga, qanaqa video olaylik keyingisi. Obunachi bilan olay desam, Telegram kanalda kamda odam. Hep bo'ldi, mana yur, sani yo'ling. Yozib qoldiringlar obunachilar, qanaqa video olsam bo'ladi. Bu yerda ham tanishlar ham bor. Juda noto'g'ri yo'ldan yuribmanmi deyman-da. Men bu yerdan yurishim kerak, stressga yuribman. Voy, men shuncha pas stressga yurganman. Endi shtraf keladi. Shu kerakmi demak? Как раз uyimda market bor. Anta kafe ham. O'tga mashinani qo'yaman-da. Qo'yib ketdim. Kafeda nima gapli ekan? Bir xabar olib kelay. Bu market ham cho'tki ekan. Mana xabar olib keyin video yoqaman. Obunachilar, pul olib kelib oldim. Endi mashinani men aniq nimada bo'tdi. Kamera o'shaning uchun ishxonaga olib qo'yaman. Ya'ni kafega. Desert kafe. Nima to'xtab oldi?
narxlar ko'p turgan payt menga farqi yo'q. Keyin ishtiraf ham ketdi bor-ku, streshni yurgan. 12 million ishtiraf ekan, ey. Uni to'lash kerak endi. Endi obunachilar. Bugungi video shu joyda tugadi. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bosinglar, kommentariyaga yozib, keyingi videoga qanaqa idea bo'lsa, o'shani ham yozib qoldiringlar.